alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Kechagi haydagan Harley Davidson Probe edi, endi meniki emas-ku. Test drive qildik, yaxshi niyat qilib. Bizani Mo'ykaga olib keldik. Xudo xolasa hozir olib kelgandan keyin bir kamida yarim soat sovutish kerak. Buni Sho'g'im ham motorni bemalol qo'l bilan ushlaydigan darajada bo'lish kerak. Qo'l bilan ushalyapti, demak bemalol bo'ladi. Shuni bir yuvishi o'zimda ham savollar tug'ilganda boshida qanaqa yuvadi, nima qiladi, to'g'rimi noto'g'rimi ko'rsatib bermoqchiman. Ish qilib hozircha shunaqa yuvib turibmiz, hech narsa qilmayapti lekin. Xo'sh, mana sepib oldik, hamma yog'iga sepib ko'rasizlar. Faqat uzoqroqdan. Hozir endi bir minutcha oqib tushsa, keyin yana bitta ustidan sepiladi. Men shunaqa qilaman. Bitta sepsa ham bo'ladi. Apparat 1200 talik FTR Indian V-образный 120 ta ot kuchi, 120 крутящий момент qilib bilganimcha aytolman deb mana. Hali jam unaqa ustasi emasman, любительman. Ikkinchi marta ham sepdim. Endi ancha yumshaydi. Bitta yomg'irda juda ham kir bo'lib ketadi, hamma yog'i loy bo'lib. Hamma yog'iga sepib ko'rasizlar, qo'rqmasdan. Faqat yaqin olib kelmasanglar bo'ldi, suv yaqin olib kelma, uzoqdan yomg'irga o'xshab yog'dirsanglar. Endi yana bir muncha kutaman-da, keyin srazi o'smis sepaman. Yetadi, mana shu penani o'zi hamma kirini yuvib tushiradi. O'smis sepaman. Yog'ini yana ko'rsataman nima qilishimni. Mana o'smis tanlaymiz. Bosamiz, ketdi uzoqdan. Yomg'irga o'xshab. Bunday qilib oborulaveradi. Bundaqa zarar yetmaydigan joylarni yaqinroq ham qo'ysa bo'ladi. 12 ming so'm bilan mana Toychoq tashti toza bo'ldi.